Mana bu nima deyapti bu? Mana bu nima deyapti bu? Mana bu endi anu esinglarda bo'lsa biz sizlarga ko'rsatgandik, reklama qilgandik. Buni pachatkasini, holatini ko'rsanglar bo'ladi. Ko'chada olib yursanglar, qilich desa ham bo'ladi. Buni nomini qilich ham qo'yib beramiz agar kerak bo'lsa. Holatini ko'ringlar, bo'yini ko'ringlar. Mana hammasi standart pachatkada yirik kattaligini ko'ringlar. Pasti bir 50 santimetrga ham bo'lsa kerak bu mana. Bir qarashda lekin yaqin. Ha, mana holatini ko'ryapsizlar. Bular xuddi shunaqa gren bo'ladi. Bular silesga tavsiya qilinadigan urug'lar. Holati pachatkasini o'zi mana, pachatkasini o'zi faqatgina pishyapti, poyasi ham yashil bo'lib turibdi. Ekilish masofasini orasini ham ko'rsanglar bo'ladi. Endi bularda qo'sh qator ekilgani hisobiga orasida lekin bir qarich, shunda ham bir qalay chekyapti. Lekin bularning tavsiyasi bo'yicha sizlardan bitta iltimos qilamiz, agrotexnikaga e'tibor beringlar. Makka jo'xoriga birinchi o'rinda kuzda yerga amafosni tavsiya qilishadi. Bular ham xuddi shunaqa. Chunki bizning iqlimimiz issiq, yerda nam ushlab berish kerak. Yer bizada gips tuproq bo'lgani hisobiga fosfor o'sha hech bo'lmasa ildiz rivojlanish paytida yer ishirib beradi, havo kirgizib, ildizni rivojlanishiga yordam beradi. Qolgan agrotexnikasini o'zimiz birga sizlarga tavsiya qilib beramiz.